Assalomu alaykum hammaga. Bizani kuzatib boradigandagi hozir Nexia 2 ni tablosidagi ekranchani chiqarib olish bo'yicha qisqacha bir nima deydi? Master klass ko'rsatib beramiz. Mana qismni ochib olamiz. Qattiqroq qism topsangiz ham bo'ladi yoki mana shunaqa qismni ochib olsangiz ham bo'ladi. Bunga qayerda yedirib olamiz? Shuni uzunligida kesib olasiz. Boshqa joylarga tekizib olmaydigan qilib payka qilib chiqasiz qaytarib. Hammasiga tegish kerak emas, qalay. Birontasi uzoqda qolib ketmaslik kerak deyishadi. Qalay olgandan keyin mana plastmassasini ushlab olasiz. Bitta joydan qizdirsangiz, o'zi hamma oyoqchalari eriydi. Buni tortasiz ozgina. O'ntasi chiqib ketdi. Bu tomon. Endi platani ushlab turing deb bittalar. Bo'ldi. Osonroq chiqadi. Endi qolganini paykada olib tashlaysiz. Oyoqchalar tekkan oyoqchalarni ochib chiqamiz hozir. Mana tegib qolgan joyda uni ochish kerak. Mana shunga ehtiyot bo'lish kerak o'zi. Buni ko'rsataman, qarang. Endi har bittasini patros bilan tozalab chiqamiz. Bo'ladi, yangisini almashtirib qo'yamiz. Eski ekranchasi chiqarib tashlandi va yangisi joyiga qo'yildi hozir. Oyoqchalarini endi payka qilib chiqamiz bittalab. Ushlab turing shuni. Qimmatmasdan shuni. zavod holatiga keldi. Bir marta tozalab tashlasangiz bo'lgan. Mana ekran joylashishi.
Rahmat hammaga. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar mana shu. Direktdan yozib qo'ysalar. Mana.